Ibn Abi Dunya Anas ibn Malik roziyallohu anhuning so'zlaridan rivoyat qiladilar. Bir kuni u boshqa bir kishi bilan Oysha roziyallohu anhuning huzurlariga kelib, "Ey mo'minlarning onasi, bizga zilzila haqida gapirib bering" dedilar. Oysha onamiz: "Odamlar zinoni halol deb bilsalar, mast qiluvchi ichimliklar ichsalar va chalg'u asboblari chalsalar, aziz va buyuk Alloh o'z osmonida g'azablanib yerga ularni silkitdi va agar ular tavba qilmasalar va to'xtamasalar, yer ularni yutib yuboradi" dedilar. Ey mo'minlarning onasi, bu ularga jazo bo'ladimi? Oysha onamiz: "Albatta, bu mo'minlar uchun nasihat va rahmat, lekin kofirlar uchun ibratli jazo, azob va g'azab bo'ladi" dedilar. Anas roziyallohu anhu: Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislaridan keyin hech bir qissa menga bu qadar shodlik uyg'otmagan dedilar. Ibn Abi Dunya yana bir boshqa mursal hadisda quyidagilarni rivoyat qiladilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotliklarida zilzila bo'ldi va u zot qo'llarini yerga qo'yib, "Tinchlan, chunki hali vaqting kelmadi" dedilar. So'ng sahobalarga yuzlanib, "Albatta Robbingiz tavba qilishingizni talab qilur, tavba qilinglar" dedilar. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu davrlarida yana bir zilzila sodir bo'ldi va u zot: "Ey odamlar, bu zilzila faqat sizlar qilgan amallar tufayli bo'lishi mumkin. Jonim qo'lda bo'lgan zotga qasamki, agar bu holat yana takrorlansa, men bu yerda hech qachon sizlar bilan qolmayman" dedilar. Imom Ahmad Safiya roziyallohu anhuning so'zlaridan rivoyat qiladilar. Umar roziyallohu anhu zamonlarida Madinada zilzila sodir bo'ldi va u zot: "Ey odamlar, bu nimasi? Sizlar qanchalik erta bid'atlarni chiqara boshladingiz? Agar bu hol yana takrorlansa, men hech qachon bu yerda sizlar bilan qolmayman" dedilar. Biz shuni bilishimiz kerakki, gunohlar va itoatsizliklar qalbga zarar keltiradi va ularni qalbga keltiradigan zarari turli xil kuchli zaharlarning tanaga keltiradigan zarariga o'xshaydi. Darhaqiqat, dunyo va oxiratda mavjud bo'lgan har qanday yomonliklarning sababi gunoh va osiylikdir. Samud qavmining halokatiga nima sabab bo'ldi? Ularning yuraklari dahshatli faryoddan yorilib, hammalari halok bo'ldi. Lut qavmining turar joylari shu qadar baland bo'lganki, hatto farishtalar ularni itlarini hurganini eshitishardi. Keyin esa ularning ustidan yerga o'girib qo'yildi. Ularning aholisi halok bo'ldi. Keyin esa osmondan toshlar yog'ildi. Nega ular boshqa hech kim ko'rmagan dahshatli azoblarni boshdan kechirdilar? Darhaqiqat, ularga taqlid qiluvchilarni ham xuddi shunday narsa kutmoqda va zolim qavmlardan Allohning azobi uzoq emas.